Tinchlikmi, Dilbar? Qarang. Dilbar, hamma kiyimlarni yig'ib qo'ydim. Sen bo'lib qoldingmi? Bo'ldi. Oynalarni artdim, pollarni artdim, keyin changlarni ham tozalab qo'ydim. Zo'r qilibsan. Mana bu gaz ruchkasi buzilib qoluvdi. Keyin yotoqxonamizni ham ruchkasini to'g'rilab qo'ydim. Bizdan keyingi ijarachilar kelganda g'alati bo'lmasin deb yaxshi qilibsan. Umid aka, O? biz nima qilamiz? Peshonada borini ko'ramiz. Yangi ijaraga uy gaplashib qo'ydim. Bunaqa zo'r sharoiti bo'lmasa ham yashasa bo'ladi. Xavotirlanma, hammasi yaxshi bo'ladi. Qani? Kiravering, aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yechmang, aka. Bilan eski o'zim almashtirib olaman. Ha. Yechmang, aka. Ayolim pollar artib qo'yuvdi-da. Qalay, aka, ko'ryapsizmi? Boshqalar uyda holati shu. Ko'ryapmiz. Mana bu mebellarni ham axlatga tashlab yuborish kerak. Mana bu devorlarni qarang, bularni olib tashlash kerak. Ijarachilar bugun ochib ketadi. Xohlasangiz ertaga usta solishingiz ham mumkin, aka. Yuring, bu yoqlarga. Yaxshi. Unda ertadan usta Mana tushiramiz. bu yoq tualet, dush. Mana bu yoqda betski, keling, yotoqxonaga kiring. Aka, yotoqxona ishdan kirmay turinglar. Ayolim narsalari bor dedi. Aka, hali yotoqxonani tozalashga ulgurmaganing. Boshqa xonalarni ko'rib tura qolinglar. Bu meni uyim. Men sotganni klient olib kelganman. Sani xotiningni ashqar ko'rganim emas. Aka, men sizga aytib turman, shaxsiy narsalarimiz bor. Boshqa xonalarni ko'rib tura qolinglar. Men ashqar-dashqarlikni oldim. Men bolangni o'yinchoqni ham olib yig'ishtirib, keling. Ko'ring, yuring. Turibman. Ichkariga qarang, narsalarimiz bor deb turibman. Shaxsiy narsalar bor. Ko'ring. Shu bir yillikni 5-marotaba yurib borishimiz. Har uydan uyga ko'chganimizda iloyim keyingi safar o'z uyimizga, chin uyimizga yopishtirish nasib qilsin deb niyat qilardim. Bu gal ham shunaqa niyat qilaman. Qilganda ham ichimdan to'lib niyat qilaman. Iloyim keyingi ko'chishimiz o'z uyimizga bo'lsin. Ha, bolam ko'chyapsizlarmi? Ha, aka. Ijaradan ijaraga deganda. China House degan kompaniya bor ekan. Shu yerdan uy olsang bo'lmaydimi? Boshlang'ich to'lov 30% to'laysan. Hammadan ham oyiga 9.900.000 dan to'lab yurasan. Nasib bo'lsa biz ham shu loyihadan uy olamiz. Keyingi ko'chishimiz o'z uyimizga bo'ladi. Qara, ro'pparosi 52 hafta oldin, ya'ni 1 yil oldin yozgan ekansan. Bugun niyatimizga erishib turibmiz. Yopishtiramizmi? Yopishtiramiz. Ketdik.